Chiqishga majbur bo'ldim. Boshqa ilojim yo'q. Xamir ovqat qilolmayman, kirib olmayman, non yopolmayman. Aziz opa-singillar, iltimos yordam beringizlar, ikki o'g'limni baxtini ko'rayin. O'zini o'ylamayapti shunda ham. Farzandim issiq non yegisi kelyapti, xamir ovqat yegisi kelyapti. Shularni ertaroq uyli joyli qilay. Mayli keyin nima bo'lsa ham deb o'zi yordam beringizlar. Katta pul ekan, ilojimiz yo'q. Menga ham oson emas bunday odamlar oldiga chiqish. 5 yil bo'ldi shunaqa kasallik orttirganimga, lekin bormagan joyim qolmadi. Hamma joyga ko'rindim. 2 yil bo'ldi bilganimga Parkinsonligimda. Undan oldin 3 yil juda qiynalganman. Avval hammadan yashirdim, endi ilojim yo'q. Iltimos sizlardan yordam beringizlar. men doktor emasman. Mana xalqqa ko'rsataman, inshaalloh. Xafa bo'lmaysizlar, men hozir bu opani ko'rib ezilib ketyapman. 200 ming pul mana shu opaga-da. Mana men boshladim birinchi ihsonni 200 ming pul shu opaga. Odamzod shuni bildimki, shukr qilish kerak ekan. Qo'li ishlab, oyog'i ishlab, o'zi ish qilganiga juda shukr qilish kerak ekan. Men shuni bildim. Qog'ozlarini chiqarib qo'yibdi. Bu yerda bor haqiqat aka-ukalar. Hozir internetda har xil voqealarni ko'ryapsizlar. Birov kasal bo'lmasa ham kasalman deb pul yig'ayotganlar ko'payib ketgan. Display ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan Uzcard, Humo va Visa kartalariga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz va bundan tashqari svet, gaz, suv kabi kommunal to'lovlar hamda 50 dan oshiq turdagi to'lovlarni onlayn amalga oshirish mumkin. Display ilovasi orqali nafaqat pul o'tkazmalari va to'lovlar, balki avia chiptalarni ham arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Display yaqinlarni birgalikda quvontiramiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov-Shuv TV kanalining kuzatuvchilari. Har doimgidek sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Aka-ukalar, bugungi videoda kayfiyatim juda ham zo'r emas. Chunki mana yangi yillarni o'tkazib 2026-yilga ham bismillah deb o'tib olib 2026-yilda birinchi murojaatiga kelyapmiz, lekin hozirgi bu murojaatni ko'rgan har bir inson iltimos qilaman bir donadan like bosib maksimalni mana shu videoni tarqatingizlar. Yosh bolalar, homilador ayollar va yuragi bo'shlar bu videoni ko'rmasin deb aytaman. Chunki bu videoda o'zingizga ozgina bo'lsa ham yuragingiz og'rishi mumkin. Mana shu xonadonda bir ayol hozir juda qiyin vaziyatda. Hozir o'zlaringiz ko'rasizlar va xulosani chiqarasizlar. Hozir kiramiz, bu holat juda ham qiyin vaziyatda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar aka-ukalar, mana shu videoga bir dona like bosingizlar. Xudo xohlasa sizlar qancha ko'p like bosib, 5 ming, 10 ming like bossalaringiz, bir hafta 10 kunda juda katta rezultatni sizlarga ko'rsataman va va'da beraman. Aka-ukalar, Allohga tavakkal. Unda boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Xolajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qandaysizlar? O'tingizlar qani? Assalomu alaykum. Shumi xola qizingiz? O'tib oling. Xolajon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanijoningiz, farzandlaringiz, nevaralar hamma yaxshimi? Nima bo'ldi, opa? Nimaga bunaqa ahvolga tushib qolish? 5 yilda bu 4-qizim bo'ladi. 5 yildan beri mana shu kasallikka chalinganimga 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldimi? Bormagan joyimiz qolmadi, qaratmagan joyimiz qolmadi. Nima qilishimizni bilmay tekshirtiryapmiz. Bir Parkinson kasalligi ekan. Bilaman. Buni operatsiya qilmasa bo'lmay ekan. Bizlar Buxoroda bitta xuddi 81-yil opa bor edi. Borib yordam qilganmiz. Pul yig'ilib keyin Hindistonga ketgan. Hindistonda juda katta pul deydi. Endi hozir bu 15-20 ming dollarni yig'ishdi o'zi bo'lmaydi. Lekin Allohga tavakkal qilib keldik. Opa juda qiynalar ekan. Mana bizlarga ham oson emas. Hech qanday ona bunday bo'lmasin. Bolalar kasalligini ko'rmasin, bunday bo'lmasin hech qachon. Yordam beringizlar. Katta pul ekan. Ilojimiz yo'q. Menga ham oson emas bunday odamlar oldiga chiqish.
Bolamga yaxshi bo'lib kelsin, ikkita bolasi için orqamda qolsin. Ikkita bolasi bormi? Ikkitagina bolasi bor. O'zi egalik qilsin. Opa, ismingiz kim sizda? Ishqot va Mahbusa. Bir Samarqand viloyati Pazdarg'om tumaniga qaraydi hozir. Oldingi eski Go'zalkent. Oldin Go'zalkent tumani edi-da, hozir Pazdarg'omga kirib ketganda bu yerlar ham hamma joy. 5 yildan beri shu ahvoldamisiz? 5 yil bo'ldi shunaqa kasallik orttirganimga, lekin bormagan joyim qolmadi. Hamma joyga ko'rindim. 2 yil bo'ldi bilganimga Parkinsonligimda. Undan oldin 3 yil juda qiynalganman. Hozir osh-ovqatlar qilish, bu bolalar bilan, turmush o'rtog'ingiz bilan yashash qiynalmayapsizmi bu? Juda qiynalyapman. Osh-ovqatlarimni xamir ovqat amal qila olmayman. Kir yuvolmayman. Non yopolmayman. Turib qanday o'zingiz harakatda oyoqlaringiz ishlaymi, yuralasizmi, sal-pal bo'lsa? Qaltirab yuraman, chuloq bo'lib yuraman. Faqat mana shu odamda asabini ham yeb tashlasa kerak-da bu holat. Qila olmayman. Bitta singlim qo'shni turadi. Shu singlingiz qarash. Kirimda ham yo'q bera, hamma narsa bera. Alloh rozi bo'lsin. Mana keldik sizni oldingizga. Sizni mana butun dunyodan bizni kuzatuvchilarimiz, mana shu qanchadan qancha bemorlarga yordam bergan insonlar ko'ryapti. Mana shu kameraga qarab o'zingizni ichingizda Allohdan nimadir so'rayapsiz-ku hozir. Mana shunday bir ichingizdagi bor haqiqatlaringizni bemalol gapiring opa. Xijolat bo'lmang, mana biz keldik. Kecha sizni ko'rib Odamzod shuni bildimki, shukr qilish kerak ekan. Qo'li ishlab, oyog'i ishlab, o'zi ish qilganiga juda shukr qilish kerak ekan. Men shuni bildim. Allohga shukr, xamir ovqatlar qilib bering deydi. 2 o'g'lim qila olmayman. qishloq sharoitda ko'proq xamir ovqat qilinadi-da. Issiqnon yegiz keladi bolalarimda. Issiqnon aya deydi, issiqnon berib turadi ular. Baribir uyda yotganga kelmaydi-da, o'zim shunchalar yotgim keladi. Uyingiz yonida usti yopiqsiz tandir ham bor ekan o'choq bilan. Ko'rdim O'zim buni. yotgim keladi. Meni juda qo'lim juda kuchli edi-da, juda g'oyir bo'lganman-da. Bizdan nima xizmat, bizdan nima yordam? Opa mana kameraga qarab bemalol gapiravering. Sizlardan menga yordam beringizlar, shunday kasallikdan o'qib 2 o'g'limni baxtini ko'rayin. 2 o'g'lim uylansa bo'ldi. Ularga topshirsam bo'ldi, shularga ilg'aqtaman. Voy, ey opajonim ey. O'zingiz bunday holatdasiz. Shunday hayot sinovida shunchalar qiynalyapsiz, lekin shunda ham har bir ona, aka-ukalar, opa-singillar qarang, gapini qarang. Bolalarimni joylasam deydi-da, bolalarimni joylasam deyapti. O'zini o'ylamayapti shunda ham. Farzandim issiqnon yegisi kelyapti, xamir ovqat yegisi kelyapti. Shularni ertaroq uyli joyli qilay. Mayli keyin nima bo'lsa ham deb o'zi taqdiriga tan berib shu gapni gapirish har bir insonni menimcha mana yuragidan chiqish juda qiyin. Har bir o'zbek ayoli bunaqa holatga tushmasin aka-ukalar. Qo'pol bo'lsa ham ayol kishi bunaqa holatga tushgandan keyin erkakning holati qanaqa bo'ladi endi tasavvur qilib ko'raveringizlar. Mana ona 5 ta qizi bor ekan, bitta o'g'li. Shu ukasi bor ekan, bitta o'g'il tuqqan ekansizda. Hali u yoqqa, hali bu yoqqa chopib mana bizga mana kechadan beri kecha ham gaplashdim, videoni ko'rsatdi. Suhbatlashib ancha 1 soat, 1,5 soat gaplashgandan keyin bu holatni ko'rib, o'shanga endi xolajon bu qizingizni men doktor emasman. Mana xalqda ko'rsataman, inshaalloh. Xafa bo'lmaysizlar, men hozir bu opani ko'rib ezilib ketyapman. Xalqimiz nima deydi? Ertaga kommentariyalarda o'qiymiz. Aka-ukalar, men boya aytganimday, mana shu videomizni juda ham ko'p joyga tarqatamiz. Maksimalniy darajada videoni tarqatingizlar, like bosingizlar, Instagramga ham qo'yamiz, YouTube'ga ham qo'yamiz.
kommentariyada nima desalaringiz, men ertaga kechda efirlarni boshlayman. Bugun bo'lmasa ertadan bugun videoni qo'yaman. Sizlarning munosabatlaringizdan keyin men mana shu opaga qo'limdan kelgancha bor harakatimni ishga solaman. Qolgani sizlar bilan birgalikda har doimgidek bo'layotgan gaplar. Mana bu yerda ko'pchilik endi qanaqa kasal ekan deydi. Mana bu yerda mana qog'ozlarini chiqarib qo'yibdi. Bu yerda bor haqiqat aka-ukalar. Hozir internetda har xil voqealarni ko'ryapsizlar. Birov kasal bo'lmasa ham kasalman deb pul yig'ayotganlar ko'payib ketgan, lekin meni bilgan, tanigan biladi. Mana har bitta qog'ozi, mana hozir o'zlaringiz kelsalaringiz ham Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani qaysi mahalla bu? Yangi qishloq. Ha? Yangi qishloq mahallasi. Yangi Samarqand viloyati Yangi qishloq mahallasi. Pazdarg'om tumani. Va men ham qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Inshaalloh qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Qaniydi hozir sizni jo'natib yuborsakda o'sha chet davlatga. Lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi. Men bir o'zim harakat qilgan bilan hech narsaga erisha olmayman. Mana shu xalqimiz bilan erishganmiz hamma narsaga. Xudodan so'rab turing opajon, ko'rib ezilib ketayapman, ishoning. Aziz opa-singillar. Iltimos, yordam beringizlar. Ikki o'g'limni baxtini ko'rayin. Chiqishga majbur bo'ldim. Boshqa ilojim yo'q. Xudo xohlasa hammasi. Dori-darmonga ham pulimiz yo'q to'g'risi. Xo'jayinimni topganini doriga ketkazganman. Opa-singillarimniki, akamnikini doriga ketkazganman. 5 yildan beri shunaqa holatda yashab kelasiz. Juda qimmat dorilarim. Avval hammadan yashirdim. Endi ilojim yo'q. Iltimos sizlardan yordam beringizlar. Ikki o'g'limni baxtini ko'rayin. Xudo xohlasa, xudo xohlasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Aka-ukalar, bitta narsada bu o'tkinchi dunyoda siz va bizdan hamma narsa qolib ketadi. Mana oddiy mana shunday kistangizda pul bor a. Mana shu hech narsa emas mana. 200 ming pul mana shu opagada. Mana men boshladim birinchi ihsonni 200 ming pul shu opaga. Ko'rgan har bir inson pul beradi aka-ukalar bu holatda. Mayli siz 200 ming bermang, 500 ming bermang, 1000 so'm bitta qurt beradi. 5000 so'm bitta non beradi aka-ukalar. O'sha bitta nonni puli bilan ham shu opani hayotga qaytara olamiz. Siz faqat chin dildan harakat qilaylik. Videoga mayli pul bera olmasangiz ham, imkoningiz bo'lmasa, bir dona like bosib mana shu videoni tarqatingizlar. Xudo xohlasa, men sizlarga va'da beraman har doimgidek mana shu bir hafta 10 kunda juda katta rezultat ko'rsatib beraman sizlarga. Inshaalloh yig'amiz pulini. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar aka-ukalar.